Bo'ldimi Muzaffar aka? Boshlaymiz, marhamat. Ho'p. Yurayev Bobur Ibragimov 1987 yil Navoiy tuman tug'ilgan. 2011 yil Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini soliq va soliq huquq yo'nalishida tamomlagan. Ingliz tilini lavozimi Karaman tuman soliq inspeksiyasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari. Argus orqali Navoiy viloyat soliq boshqarmasi qo'shimcha qiymat solig'i ma'murchiligi bo'limi davlat soliq bosh inspektori lavozimiga topshirgan. Testdan 67.5 ball to'plab suhbat bosqichiga o'tkazilgan. Bobur aka, sizga 5 ta savol tushadi Argusdan. Ularga javob berasiz. Hozir elektron hukumat tizimi nima? Elektron hukumat tizimi endi bu o'sha soliqchi va soliq munosabatlarida endi misol qilib oladigan bo'lsak, o'sha hujjatlarni elektron imzo orqali tasdiqlanishi, o'sha elektron hujjatlarni yuritilishi elektron hukumat. Soliq to'lovchilarning haqlilik prezumpsiyasi prinsipligi ta'rifini bering deyapti. Bu soliq kodeksini adashmasam 26-moddasida o'sha soliq to'lovchilarni o'sha huquqlari, majburiyatlari, o'sha nizoli holat kelib qolganda, ellik bo'lganda, o'shanda soliq to'lovchi tomoniga sud tomonidan nima qilinadi? Haq beriladi. Shu qisqacha tushuncha. Qanday hollarda soliq qarzini undirishni umidsiz deb e'tirof etiladi? Qanday holatda? Xo'p. Vafot etganda o'sha mol mulki yoki nimasi mavjud bo'lmaganda o'sha bankrotlik jarayonidagi holatlarga umidsiz qarz e'tirof etiladi. Mehnat shartnomasi tushunchasi nima? Mehnat shartnomasi ish beruvchi va ishga qabul qilinuvchi o'rtasida tuziladigan bitim shartnoma hisoblanadi. Bu yerda o'sha majburiyatlar nimalar, talablar ko'rsatilgan bo'ladi. Kimlar daromad solig'i to'lovchilari hisoblanadi? Jismoniy shaxslar, o'sha daromadga ega bo'lgan jismoniy shaxslar daromad solig'i to'lovchilari hisoblanadi. Qisqacha. Qo'shilgan qiymat solig'i sarflar summasini korxonalar hisobotlarini qaytarish tartibi asosida Qiymat solig'i. O'sha nimani Vazirlar Mahkamasini o'sha 2019-yildagi 539-sonli qaroriga asosan qaytariladi. Evet, bu. Diğer bir durum olur. Yine bir Haydar Jafar Nurmurodovich 1991 yil Navoiy viloyati Nurot tumanida tug'ilgan. 2024 Toshkent davlat iqtisodiyot universitetini buxgalteriya hisob audit yo'nalishida tamomlagan. Hozirgi kunda Zarafshon shahar maktabgacha va maktab ta'lim bo'limi davlat muassasasi maxsus ta'mirlash ekspluatatsiya xizmati bosh mutaxassis lavozimida ishlaydi. Argus orqali Navoiy viloyati soliq boshqarmasi soliq qarzini undirishni tashkil qilish bo'limi davlat soliq bosh inspektori lavozimiga
topshirib, testdan 57.5 ball to'plab suhbat bosqichiga o'tkazildi. Sizga hozir mana random programmasi orqali 5 ta savol kelib tushadi. 5 savolni ovoz chiqarib o'qiysiz va ovoz chiqarib javob berib. Belgilangan soliq to'lovchilar asosan qaysi soliqlarni to'laydi? Bitta savol, bitta javobmi? Farqi yo'q. Meni o'zim tushuncham bo'yicha umummilliy belgilangan soliqlar deb, masalan, daromad solig'ini aytishim mumkin, mol mulk solig'ini aytishim mumkin. Keyin yer solig'ini aytishim mumkin. Tushuncham shunday bo'ladi. Ikkinchisi, xufiyona iqtisodiyot deb nimaga aytiladi? Tushunishim bo'yicha mana xufiyona iqtisodiyot deb hozir masalan davlatimizda yalpi ichki mahsulot 100 milliard dollar deb oladigan bo'lsak, o'shaning taxriban 15%, 15 milliard dollari xufiyona iqtisodiyot deb baholanmoqda. Xufiyona iqtisodiyot masalan soliq to'lanmagan iqtisodiyot masalan bo'lishi mumkin. Biron bir chekka tumanda tadbirkor bo'lishi mumkin. O'sha tadbirkorning aylanma summasi noto'g'ri belgilanib, o'sha soliqdan qanchadir qolib ketayotgan bo'lishi mumkin. Bu xufiyona iqtisodiyot deganda asosan shuni tushunaman-da, yashirilgan soliqlar. Keyingisi, hozirgi vaqtda soliq to'lovchilarni, jismoniy shaxslarni soliq organlarida ro'yxatdan o'tishi stir olish zaruriyati bormi? Yo'q, hozirgi kunda zaruriyati yo'q deb o'ylayman soliq organlarida. Chunki o'sha onlayn olish imkoniyati ochilganda. Keyingisi, soliq majburiyati qanday holatlarda tugatiladi? Soliq majburiyati o'sha korxona bankrot, tadbirkor korxonasi bankrot deb topilsa hollarda tugatiladi deb tushunaman. Korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonun qachon qabul qilingan? Korrupsiyaga kurash to'g'risidagi qonun, adashmasam, shu yangi yurtboshimiz ana bunga davlat tepasiga kelganda 2017-yil qabul qilingan deb aytaman. 5 ta savol. Soliq qarzi nima degani? Soliq qarzi o'sha masalan biron bir narsadan foydalanyapsiz, o'sha foydalanganlik natijasida umumiy olinadigan yig'imda, bu yig'imlar o'sha davlatning asosiy yo'nalishlari bo'lgan hisoblangan narsalarga taqsimlab beriladi. Masalan, ana bu harbiyga, masalan, ijtimoiy sohaga Soliq qarzi. soliq qarzi Hozir soliq bu to'lamagan qarzi bo'pti. unday darajada oddiy deb o'ylamayman. Biron bir Bosh topilgan. Soliq qarzini to'lash ketma-ketligini aytib beringchi. soliq qarzini to'lash ketma-ketligi, masalan, men hozir meni shaxsiy, masalan, mol mulkim bo'lsa, uyim bo'lsa, uyimga masalan birinchi to'lov miqdori 15-aprelgacha yarmini to'lashim kerak. Ikkinchi to'lov miqdori oktyabrda 15-gacha to'lab tugatishim kerak. To'lamalik-ku. Penya tug'iladi. Penya tug'iladi, o'sha penya tug'ilgandan keyin ham to'lamasam, o'sha sud orqali majburiy ijroga qaratiladi deb o'ylayman. Bo'lyam soliq. Nigora Mahmud qizi 1991-yil Navoiy viloyati Navoiy tumanida tug'ilgan. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining buxgalteriya hisob-audit yo'nalishida tamomlagan. Suhrob Bobur kelajak xususiy korxonasi yordamchi ishchi lavozimida ishlab kelmoqda. Argos orqali Navoiy viloyati soliq boshqarmasi soliq qarzini undirish tashkil qilish bo'limi davlat soliq bosh inspektori lavozimiga topshirib, testdan 60 ball to'plagan va suhbat bosqichiga o'tkazilgan. Sizga random programmasi orqali 5 ta savol beriladi. Savollarni o'qib javob berasiz.
ovoz chiqaramiz. Birinchi savol. Project gov.uz tizimi qanday maqsadda tashkil etilgan? Bu Project gov.uz tizimi bu elektron axborot tizimi bo'lib, bunda qonunchilik hujjatlari chiqariladi. Yana to'ldiraman. Ikkinchi savolga javob beraman. Qanday hollarda soliq qarzini undirilishini umidsiz deb e'tirof etiladi? Bu soliq qarzini undirilishini umidsiz deb e'tirof etishi bu ya'ni o'sha yuridik shaxs o'zini bankrot deb e'lon qilganda yoki bo'lmasa mana vafot etganda yoki vafot etgani e'lon qilinganda o'sha soliq to'lovchini keyin o'sha yakka tartibdagi tadbirkorlar ishi faoliyatini o'sha bankrot deb e'lon qilganda, tugatganda bu soliq qarzdorligi umidsiz deb e'tirof etiladi. Uni undirish. Uchinchi savol, jismoniy shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tmasdan turib tadbirkorlik faoliyatimni amalga oshirishim mumkinmi? Albatta mumkin. Bunda ya'ni yakka tartibdagi tadbirkor bo'lib, ya'ni o'sha tegishli davlat ro'yxatidan o'tib turib, yuridik shaxs tashkil etmasdan turib, o'sha biror bir tadbirkorlik faoliyati bilan yakka tartibdagi tadbirkor sifatida faoliyat amalga oshirsa bo'ladi. To'rtinchi savol, yer solig'ining soliq solish obyekti nima? Yer solig'ining soliq solish obyekti bu, ya'ni o'sha bu yer qa'ri, yer tushuniladi. Ya'ni bu masalan foydali qazilmalar qazib oladigan mana masalan yer qa'ri, qazilmalar qazib olish, yo neft, benzin qazib olish, o'sha yer qa'ridan foydalanganligi uchun yer solig'i to'lanadi. Beshinchi savol, bu soliq tekshiruvi atamasiga ta'rif bering. Soliq tekshiruvi bu 3 xil bo'ladi. Kameral soliq tekshiruvi, sayyor soliq tekshiruvi va soliq auditi bo'ladi. Soliq tekshiruvida bu ya'ni o'sha soliq to'lovchi yuridik shaxslarni o'sha soliqlarni o'z vaqtida soliq to'lovlarini o'sha belgilangan miqdorda o'z vaqtida to'lashini nazorat qilish maqsadida soliq tekshiruvlari amalga oshiriladi. Birinchi savol to'ldirmaysizmi? Menimcha qonunchilikka oid axborotlar e'lon qilinadigan elektron tizimda. Savol mumkin. Qaysi holatda soliq qarzini umidsiz deb e'tirof etiladi dedingiz? Javob berdingiz. Bankrot bo'lganda vafot etganda. Vafot etgan jismoniy shaxslarning merosxo'rlari bor. Mana 50 million soliq bilan qarzi bor. Bu ham umidsiz hisoblanadi. Savol. Endi vafot etganligi e'lon qilingandan keyin u umidsiz bo'ladi-da. Merosxo'rlari bor, otasi bor, onasi bor, bolalari bor. 50 million soliq qarzi turibdi. Menimcha umidsiz e'tirof etiladi. Mana 6 yillik hovlisi, merosxo'rsiz bo'lasiz deb olaman. Men balali qolaman. U yerda boshqacha o'sha mulkga kimdir yutish borasida oltin. Birinchi savol. Savol yo'qmi? Mamatqulov Nigoh Nasimov 2002-yil Navoiy patronatori bo'lgan. Denov tadbirkorlik pedagogika institutini biznesni boshqarishni tamomlagan, vaqtincha ishsiz. Argos orqali Navoiy viloyat davlat soliq boshqarmasi soliq qarzini undirish tashkil qilish bo'limi davlat soliq bosh inspektori lavozimiga topshirgan. Testdan 62.5 ball to'plab suhbat bosqichiga o'tkazilgan.
sizga kompyuterdan random programmasi orqali 5 ta savol beriladi. Savollarni birma-bir o'qib, ham javobini berasiz. Hop. Ovoz chiqarib. O'zbekiston Respublikasi hududida qonunlarning aniq va bir xil ijro etilishi ustidan nazoratni kim va qaysi davlat organi amalga oshiradi? Javob bo'lmasa keyingisini kutib. Jarima solish to'g'risidagi qarorni ijro etishning qanday soddalashtirilgan tartibi mavjud? Yol oldu. Javob. Olsun söylüyoruz. Soliq organlari soliq auditi o'tkazilishi boshlanishidan kamida necha kun oldin soliq to'lovchiga xabarnoma yuboradi? O'n besh kun ish oldin. Byudjet tashkilotlarida foizlar uchun to'lov amalga oshirilganda to'lov manbaida soliq solinadimi? Solinmaydi. Temir daftarning yuritilishi bo'yicha qaysi davlat organi mas'ul hisoblanadi? Javob. Soliq degan nima shunisi? Soliq deganda o'sha korxona yoki tashkilotlarning topayotgan daromadini qaysidir qismi soliq qarzi beradi. Soliqlar ikki turga bo'linadi: bilvosita va bevosita soliqlarga. Bilvosita soliqlar qo'shimcha qiymat solig'i, daromad solig'i bor. Tamam öyle. Evet. Tabii böyle bir qonunchilik. 1999-yil Navoiy tasdiqlandi. Toshkent moliya institutining iqtisodiy xavfsizlik yo'nalishi. Qadrdon maskan boshqaruv servis kompaniyasi imshida kassir ishlaydi. Navoiy viloyat soliq boshqarmasi soliq qarzini undirish tashkil qilish bo'limi davlat soliq bosh inspektori lavozimiga Argus orqali topshirib, 67.5 ball to'plab testdan o'tgan. Suhbat bosqichiga. Sizga random programmasi orqali 5 ta savol beriladi. Savollarni birma-bir o'qib, javob beramiz. Ovoz chiqarib. Birinchisi normativ huquq hujjatlar kuchga kirish muddati. Normativ huquq hujjatlar kuchga kirish muddati. Buni Bilmezseniz ikinci bilmayman. söyleyeyim. Soliq hisobotini o'z vaqtida taqdim etmaganligi uchun qanday javobgarlik choralari qo'llaniladi? Soliq hisobotini o'z vaqtida taqdim etmaganligi uchun ma'muriy jarimalar qo'llaniladi. U har bitta hisobotlar uchun alohida qilib belgilangan. Misol uchun mana bu aylanma soliq, jismoniy shaxslardan olingan daromad soliqlari uchun BXMning 10 barobarida miqdorda jarimalar qo'llaniladi. Keyin jismoniy shaxs keyingisiga o'tiring. Jismoniy shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tmasdan turib tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish mumkinmi? Jismoniy shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tmasdan turib tadbirkorlik faoliyatini. Endi bu nima yattita qilib misol uchun yattita qilib ro'yxatdan o'tib ishlatish mumkin yoki bo'lmasa o'zini o'zi band qilgan holda ham o'sha tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish mumkin. Endi bu yerda aniq nimani so'rayotganda
To'g'ri tushunmadim. Mana hujjatsiz qo'l olish mumkinmi? Ha, yo'q. Yo'q. Jismoniy shaxslarning mulkiy daromadlari qanday daromadlar kiradi? Hmm, Mulkiy daromadlar. Masalan, xo'sh, ijara berish orqali o'sha daromad ko'rgani o'sha mulkiy daromadlarga hisoblanadi. Masalan, mashinasini ijaraga berish mumkin yoki uyini, ko'chmasini, turar noturar joylarini o'sha ijaraga berish mumkin. Shu orqali daromad ko'radi. Xo'sh, 5-inchisi bozor va savdo komplekslari qo'shilgan qiymat to'lovchisi hisoblanadimi? Endi bu o'sha nima oborotiga qaraydi. U hammasi ham qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi hisoblanmasligi mumkin. O'sha oborotida bir yil davomida 1 milliarddan oshgan bo'lsa yoki chetdan tovar olib kelingan bo'lsa, o'sha qo'shilgan qiymat to'lovchisi hisoblanadi, bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasa mana bu aksiz soliq to'lovchilar o'sha qo'shilgan qiymat soliq Bozorda deyapti, bozor. bozor yo'q, qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi hisoblanmasa kerak. Buni ham aniq bilmayman. Nima soliq to'laydi bozorlar? Patentda to'lasa kerak. O'sha Bozormi? Bozor ichidagilarni aytmayapsiz sizga, bozorni o'zini aytmayapsiz. Ha, bozor o'zi. Bozor qilmaysiz deydiku. Ha, men bozor ichidagi savdo kichkina narsalarni nazarda tutibman. Ha, bozor o'zi bo'lsa bu o'sha to'lasa kerak qo'shilgan qiymat soliq to'lovchisi hisoblanadi. Iqtisodiy xavfsizlik deyapti. Nima endi u iqtisodiy xavfsizlik? Iqtisodiy xavfsizlik bu o'sha mintaqalararo yoki mahalliy, umuman ichki va keng va kichik miqyosda olib qaraydigan bo'lsak, o'sha iqtisodiyotimizga tahdid qiladigan har xil, masalan, hozirgi kunda kiberxavfsizliklar bo'lyapti. Soliqdan qochish, umuman shunaqa jinoyatlarni oldini olish bu iqtisodiy xavfsizlik turiga kiradi. Iqtisodiy xavfsizlik hisoblanadi. Mamlakatda iqtisodiyotni barqarorligini ham hisobga olish o'sha iqtisodiy xavfsizlikning vazifalari hisoblanadi. O'shani o'qiganman. Magistraturani ham bitirganman, Bank moliya akademiyasini, uni zaochni o'qiganman. Soliq qarzini to'lashni ketma-ketligini aytadi. Soliq qarzini to'lashni? Uni bilmayman. Soliq qarzi yo'nalishi bo'lyapti. Kodeksda yo'q qo'yilgan. Diplom ishi nima bo'lgan? Diplom ishim banklik bitirgan. Mening mutaxassisligim bank auditi bo'lgan. Soliq degan nima tushunasiz? Soliq bu o'sha jismoniy va yuridik shaxslardan undiriladigan har xil bojlar, keyin o'sha faoliyatidan topgan daromadlaridan soliq to'lash yoki mulklaridan foydalanganligi uchun davlatga to'lanadigan to'lovlar hisoblanadi. Boj bilan soliq nima farqi? Boj bilan soliqdimi? Bilmayman. O'zi tizim bojlar, har xil hudud bojlari bo'ladi. Bunda soliq Bilmasam. Rahmat. Mahmud Basriddin Sayfiddinov 1981 noyabr oyida ta'sis bo'lgan Soliq akademiyasining soliqlar va soliq to'lash yo'nalishida tamomlagan, vaqtincha ishsiz. Argus orqali Noyabr soliq boshqarmasi soliq qarzini undirish tashkil qilish bo'limi davlat soliq bosh inspektori hamda G'azvon shahar soliq inspeksiyasi mahallalarga biriktirilgan soliq inspektorlari shubasi boshlig'i lavozimiga topshirib, testdan 57.5 ball to'plab suhbat bosqichiga o'tkazilgan. Rasul aka, sizga random programma orqali savol beriladi, ishda shularga o'qib javob berasiz. Ovozim so'qdi.
axborot tizimlari mana bu simbolik Hani bunu izledim. axborot tizimlari yoki axborot resurslariga kim egalik qilishi mumkin? Axborot tizimlari mana bo'lsa kerakda ATK borku axborot agentligi bor. Axborot texnologiya telekommunikatsiya agentligi. Umidsiz qarz nima deb ataladi? Umidsiz qarz u qarz endi vafot etgan bo'lsa yo bedara yo'qolgan bo'lsa o'shani bo'ynida qolgan ya'ni qarz majburiyatlari undish imkoniyati bo'lmagandan keyin umidsiz qarz deb ataladi. Soliq majburiyati bo'yicha da'vo qilish muddati qancha? Soliq majburiyati da'vo qilish muddati 3 yil. O'tgan yili 1-yanvardan boshlab 3 yil bo'ldi. Oldin 5 yil edi. Murojaatlar qancha muddatda ko'rib chiqiladi? Murojaatlar 15 kun, ayrim hollarda 30 kungacha uzaytirilishi mumkin. Soliq hisobotini o'z vaqtida taqdim etmaganlik uchun qanday javobgarlik choralari qo'llaniladi? Soliq hisobotlarini o'z vaqtida muddatida taqdim etmasa, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 175 ga asosan 75 mi 76 10 minimalgacha ma'muriy javobgarlik qo'llaniladi. Bir oy ichida agarda 15 kun ichida aniqsa, to'lovni amalga oshirsa, o'shani 50%. Bir oydan oshsa 10 minimal. Ya'ni 3.750.000. Aslida soliq qarzini to'lash muddatini o'zgartirish qaysi holatda beriladi va kim vakolatli olinadi soliq to'lash uchun? Soliq muddati nima? Soliq qarzini to'lash muddatini o'zgartirish, bo'lib to'lash. Qaysi holatda beriladi va kim vakolatli olinadi? Soliq to'lash muddatini bo'lib to'lash mana shu yildan chiqdi, adashmasam. Soliq kodeksiga o'zgartirish ham kiritildi. Bo'yicha 6 oyga bo'lib to'lash shunday bo'lishi kerak. Makron hisoblar fakturalar rasmiylashtirish muddati qachon? Rasmiylashtirilmagan holda mahalliy javobgarlik choralari Hisobora fakturalar o'tgan oy davomida amalga oshirilgan tovar va xizmatlar bo'yicha o'rtadagi elektron shot faktura keyingi oyning 10 sanasigacha shakllantirib bo'lishi kerak. Agar muddatda shakllantirilmagan taqdirda moliya jarima 20% miqdorda moliya jarima qo'llaniladi. Daromad bilan foyda. Daromad bu xarajatlar tarkibi ham qo'shilgan holda umumiy tovar obroti realizatsiyasi daromad deb qaraladi. Foyda deb soliqqa tortilgunga qadar barcha chiqarilgan xarajatlar ayrilmasdan qolgani foyda deb hisoblanadi. To'lovchilar yuridik va jismoniy shaxs. Daromad solig'i misol uchun shaxs ham daromad deb qaraladi. Deklaratsiya ham daromad deb qaraladi. Uni jismoniy shaxslar to'laydi. Foyda solig'ini ham yuridik ham to'laydi. Yuridik to'laydi. Asosan yuridik to'laydi. Buni stavkalar har xil. Foydasi. Asosan iqtisodiyot barcha tarmoqlari o'zi 15%. Foyda solig'i.
Oğlum. Bol. Spiker mas? Ha? Mas spiker misin? Spiker? Hayır. Spiker. Sana? Başma yok. Bilmiyorum. Şunu tadı kendisi yok. Yani mesela bunu da tamamdır. Şunu böyle yapalım. Azimjon Qahramonovich 1999 yil Navoiy viloyati tumanida tug'ilgan. Navoiy davlat pedagogika iqtisodiyot fan sohalar bo'yicha tamomlagan. Vaqtincha ishsiz. Navoiy viloyat soliq boshqarmasi soliq qarzini undirish tashkil qilish bo'limi davlat soliq bosh inspektori lavozimiga topshirgan. Argos orqali testdan 62.5 ball to'plab suhbat bosqichiga o'tkazilgan. Azimjon sizga Rendo programmasi orqali savollar beriladi. 5 ta savol javob berasiz. O'qib baravar. Ovoz chiqarib bo'ladi. Birinchi savol. Soliq hisobotini saqlash muddati qancha? Qanaqa? Soliq hisobotini saqlash muddati Qancha? bilmadim. Ijroqo'm o'z tizimida qanday maqsadda tashkil etiladi? Bilmadim savol. Jarima solish to'g'risidagi qarorni ijro etishning qanday soddalashtirilgan tartibi mavjud? Savolga javob. Project.Go o'z tizimida qanday maqsadda tashkil etilgan? Javob yo'q. Beshinchi savol. Ma'lumotlarni kriptografik himoya qilish deganda nimani tushunasiz? Ma'lumotlarni kriptografik javob yo'q. Sağ diplom işlemeye Institutda maktab Ha? maktabga borib diplom ishi olmagandan so'ng diplom uzatishga qo'yib faqat hisobot topshirganmiz. Bitirgan yilimiz diplom uzatishda o'qitish metodikasi, hisob bilimi asoslari o'qitish metodikasi. Orada seninkiler kızgasan kaldıklar. Ya uzun varyan topuk bu değil. Yo'q, yo'q. Turasan orada. G'afurg'on mahallasi. O kodeksi burası mı? Bilaman, Okuyorsan o'qiraman. nima okuyorsun? Hı? Nima joy okuyorsun? Soliq turlari, soliq stavkalari, hisobot topshirish muddati, hisobot topshirish davri. O fazla 11 saat mi çıkıyor? Sol- bilmem.
183'te. O'rnini tamom. Salom. Jumayev Abdulloh Abdurahmonovich 1986 yil Navoiy viloyati Navoiy tumanida tug'ilgan. Toshkent moliya institutini buxgalteriya hisob audit universitetida tamomlagan. Shtut Navbahor Ko'rki korxonada yengil avtomobil haydovchisi ishlaydi. Navoiy viloyati soliq boshqarmasi soliq qarzini undirish tashkil qilish bo'limi davlat soliq bosh inspektori lavozimiga qabul topshirib, testdan 65 marta bilan suhbat bosqichiga o'tkazilgan. Akamiz sizga random programmasi orqali hozir 5 ta savol tushadi. Bu savollarni qo'yayotgan yangilanib savollarga birma-bir o'qib javob berasiz. Muzaffar aka, savollarni yangilaysizmi? Bo'laveradimi? Ovoz chiqarib. Yakka tartibdagi tadbirkor faoliyati vaqtincha to'xtatib turish tartibi haqida gapirib bering va ular bir vaqtning o'zida daromad solig'i qat'iy belgilangan miqdorda to'laydilarmi? Yakka tartibdagi tadbirkorlarda bor vaqtincha to'xtatib degan narsa o'sha to'xtagan davrga soliq to'lanmaydi. Arz orqali yozmalar Qayerga yo'l soliq organlariga. Qo'shilgan qiymat solig'i stavkasi necha foiz etib belgilangan? Hududlarni kompleks ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish bo'yicha sektorlar faoliyati qanday huquqiy hujjatga asosan tashkil etilgan? Sektorlar faoliyati 4 ta sektorga bo'linadi hudud. Masalan, tuman hududini olayotgan bo'lsak, hokim sektori, prokuror sektori, soliq sektori, ichki ishlar. 4 ta sektorga bo'linadi. 4 sektor soliq sektori. Qarshi sektorlar qaysi qarorga asosan tashkil etilgan? O'shasi. Jismoniy shaxs sifatida davlat ro'yxatidan o'tmasdan turib tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish mumkinmi? Davlat ro'yxatidan o'tmasdan turib tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish mumkinmi? Hozir o'zini o'zi band qilish orqali amalga oshirish mumkin. Jismoniy shaxs sifatida. Soliq solish prinsiplarini aytib o'ting. To'qqizta soliq nimasi bor? Turlari. Mol-mulk solig'i, yer solig'i, daromad solig'i. Soliq turlari. Ya tushunmadim. Savolmi? Avvalida 1997 yil Navoiy viloyati Navoiy tumanida tug'ilgan. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining informatika axborot texnologiyalar yo'nalishida tamomlagan. Vaqtincha ishsiz. Argos orqali Navoiy viloyati soliq boshqarmasi soliq qarzini undirish tashkil qilish bo'limi
davlat soliq bosh inspektori lavozimiga topshirgan. Testdan 62.5 ball to'plab suhbat bosqichiga o'tkazilgan. Sizga yana random programma orqali 5 ta savol tushadi. Savollarni birma-bir o'qib, ovoz chiqarib javob berasiz. Soliq to'lovchi ixtiyoriy ravishda tugatilayotganda soliq auditi necha yilni qamrab olishi mumkin? Soliq to'lovchi ixtiyoriy ravishda tugatilayotganda soliq auditi necha yilni qamrab olishi mumkin? Savolga javob bo'lgan bo'lsa, bor bo'lmasa keyingisini kutaverasiz. Elektron hukumat tizimi nima? Temir daftarning yuritilishi bo'yicha qaysi davlat organi mas'ul hisoblanadi? Soliq va yig'imlarning turlarini aytib o'ting. Daromad. Javob bo'lmadi. Komissiyalar savol bormi? Kodeksinde işlem 183 tane doğru. İşte hak lan. 24, 75. Abi kendisi de olmaz abi. Aycan. Aycan'ın neresi? Ne dedi? Bu böyle. Muzaffar aka, bizda taklif etilgan nomzodlar qatnashgan shular, qolganlari taklif etilganlar kelmadi. Ularni bosqichdan qaytaramiz. Komissiya tugadi taklif. Demak, kelmagan nomzodlarga belgilangan tartibda xabar qilingan. Shunday. Protokolga ham kiritib qo'yasizlar albatta. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.